Salom do'stlar va men hozir bosh telefonim qotyapti va men hozir teleport qilishga qaror qildim. Hozir koordinatalarga yozaman. Hozir men любой koordinatalarga teleport qilaman va qishloq topishim kerak. Albatta yangi qishloqlar kerak, yangi qishloqlar qo'shilgan. Ajoyib obunachilar. Shunaqa hozir telefonim qotyapti. Tasavvur qila olmaysizlar. Bu modlarni pasaytirgan, unaqa FPS oshirganni o'rnatdim, bular kamina qilayotganga o'xshayapti. Qancha mod o'chirsam ham o'xshamayapti. Baza chiqib ketyapti. Mayli, qayli hozir iltamoqni 3 ta yaxshim kerak. O'limonda. Yaxshi, o'lgidim. Kayzot biyomga keldik-ku. Bitta sapqi videosida, sapqi unaqasida 4midi, 3midi. Hozir ashunda mana shu biyom bordi. Menga va men mana shu biyomdan chiqib ketishim kerak. Telefonim uchishga ham qo'ymayapti. Lekin bu menga juda ham yoqdi. Qaranglar. Tekislik bor ekan. Yaxshi, men bu yerda joy topishim kerak. Nimaga qilyapti? Bo'ldi. Hozir ishonsizlarmi, moblarga juda ham yaxshi zo'r effektlar berib tashlaganlar. Ajoyib unaqa, lekin hozir jim turibdi. O'lishda effekti ham unaqasi kam. Hozir bitta joyda yuraganga o'xshayapti. Ko'rasizmi, skeletlar. Hammasi bitta mod shunaqa pasaytiradi. O'zi juda ham realistik yurishadi, zombilar, hamma moblar. Hangi modlar bilan, lekin mana shu modni unaqa qilganman. Va bitta mod bilan dron yurishibdi. Xudo robotga o'xshab yurishibdi, qarang. Va men hozir ketmoqchiman. Noma'lum koordinatalarga. Teleportator bo'lajagami? Yaxshi, elektr bor. Uchaman. Segas, suvga tushdim. Yaxshi. G'alati bo'lar ekan va yana bitta o'sha videosida unaqa qilgan joyi. Menga bu daraxt kerak. Chunki bu daraxtda uy qursam bo'ladi. Xo'sh, menga yotoq ham kerak, uxlashim kerak endi. Uxlab bo'lmaydi. Bed is screwed. Xullas bu yerda suv bilan uxlaymisan deyapti. Jodo uxlasa bo'ladi. Mayli endi obunachilar. 1 2 3 uxla. Respawn point bo'ldi. Bu juda ham qiyin. Men yangi qishloq tezda topishim kerak. Bu qishloqlar aytgancha bu menimcha so'nggi qism bo'ladi degan shekilli, lekin telefonim dosh bermayapti. Ba'zida o'yindan chiqib ketyapti, shunaqa glitchlar bo'lib. U yaxshi tuman tarqadi. Va menga juda ham ko'p daraxtlar kerak bo'ladi. Qaysi daraxt kerak menga? Mashq bo'lsa kerak. Buni nomi o'zi nima? G'alati daraxt ekan. Bu Biomiti degan bitta mod bor. Va obunachilar, men bitta katta daraxtni qildim va уже tugadi. Topiram joni ham. Ozgina qoldi obunachilar. Nima qilsam endi? Uzun video yangi bunaqasi ham menga kerak emas. Bu kechqurun bo'lmasa ham spam bo'lar ekan obunachilar bular. Unda bu biyomdan chiqishim kerak. Qachni qo'ylar. Va bu yerda yangicha biyom ham bor ekan. Bunaqa biyomlar menga yoqadi. Qani? Bu juda ham chiroyli biyomlar ekan. Balki mana shu suv qilsam ekan, bitta ovolchada chiroyli. Nimaga menga shunaqa ovolchalar chiqmaydi? Boshqa payt chiqib qolaveradi bunaqa ovolchalar. Shunaqada endi afsuski. Telefonim qatib bo'lyapti. Va men yana bunaqa joyga teleport qildim-da. Xo'sh, va bu yerda bor degan umiddaman. Qishloqchami, nasamasa. Telefonim ham qotish boshlayapti o'sa. Qanaqa joy bu? What the fuck? Hodichiga teleport ham qiladimi? Bu tog' bo'lsa-chi? Jon yaxshi ketdi. Yana ketdi. Bitta fireball qilmay o'laman. Jon ketdi. Yaxshi, further farming bor. Qishloqcha nimaga yetishmaydigan qishloqchada? Yangicha narsalarmi? Mayli, bu yerda narsalar hammasi kerak. Potato, emerald va albatta bu menga kerak hammasi. Men 69 yashim kerak.
endi 20-chi kun shuncha. Men nezitli aslihalar qilmoqchiman. Yaxshi va qaylar bitta jitil naqayam tutar ekan. Pomidor ham yangicha o'zgartirilgan. Va men teleport bo'ldim. Qishloqda ko'p narsalarni o'zimga oldim obunachilar. Va telefonim qatyapti, har doimgidek. Xo'sh. Qatyapti. Ana. Yana qaysi joygadir teleport bo'ldim. Qoyil maqom. Postakva. Pesh ketdim. Va bu yerda tuzuk narsa bo'larmikin degan umiddaman va telefonim qatyapti. Xo'sh. Qizil dava ham bor ekan, qanaqadir. Umidlar qaylar qachon telefonimni. Ha, bu zerikali ammo men ochki portal. Bu ochki portal juda ham katta ekan bu. Qanaqadir o'zgartirilgan, bunaqa portal topish paydo bo'lish imkoni juda ham past, chunki juda ham katta portal. Mana shunaqa ichida bir obsidianlari ikkita unaqa yetadi va sharpness unaqa yaxshimikan, fire aspektmi bilmadim. Xo'sh, shunaqada obunachilar va bu yerda cho'chqa go'shti unaqa o'ldiganim oltin tushadi deb. Va qoyil maqom, lekin bu buyumlar modlarda agar olishni xohlasanglar va bu yerda shunaqa xo'sh obunachilar, men yana bitta qishloqcha topib oldim va bu qishloqchada nima bu? Baby sheep. Qo'ydi bolasi? Minecraft. Bu mod ta'sirmi? Qali, FPS modini ta'sirmi yoki boshqasimi? Lekin bu chinniligi qora qo'ydan oppoq qo'y, lekin u bo'lmaydi. Bo'ldi. Men bu go'shtni yemaymman hech qachon. Ahbet ketgan mana shu bir jinnixona ekan. Obunachilar, men eng yaxshi ko'rgan mevalarimdan bittasi uzumni topdim. Uzum. Men uzumni juda ham yaxshi ko'raman. Menga juda ham ko'p kerak bunaqa uzum. Kiyikni ham yaxshi ko'raman. Go'shtini. Uzum menga ber. Uzum kerak menga. Uzumni yaxshi ko'raman men, uzum. Nega bunaqa baglar bo'lsa, uzum to'sib qo'yilar ekan. Va obunachilar, men qaranglar, hammasini ekib qo'ydim va unaqa qildim. Va men mana shu yerga uy quraman. Xo'sh. Xullas, men bitta mod tortdim, Boulder Vans degan mod. O'sha modni qurishga kiritib qo'yaman, lekin men yerda bilmadim. O'sha harakat qilaman, men zo'r quruvchi emasman men. Ko'p qurmaganman. Menga material yetadi degan umiddaman. Xo'sh. Short class bu yerda bo'lishi kerak. Men tozalashim kerak. Va mana hozir bir narsalar bor. Xo'sh, menga tapam yangi tapam kerak menga hali. Ammo goblin ham bor. Va demak men mega qo'yayotganman. Ana. Va bu yerda aparash kerak. Va ultimate darajada tez. Lekin bu tarafda yomon. Steak kemas ekan, hozircha menga 9 bloklarni qo'shim kerak. Judayam tez darajada nima qilaman. Va bu menga biroz noqulaylik tug'diryapti bu narsalar. Iloji boricha men chiroyli uy qurishga harakat qilaman. Bo'ldi. Bu safar yaxshi qilaman degan umiddaman. Xo'sh. Ajoyib mas'ul lekin bo'ladi. Endi bir to'ldirib chiqish kerak. Endi uyda qanaqa qurishni o'ylayapman. Google'dan qidirsammikin? Chiroyli lekin qurishga kam material ko'targan uy. Qidirib ko'raman. Yaxshi bitta mod ko'rgandim. Shu modni o'rnatsammikin? Boulder Vans degan. Shunga o'tib ko'raman men. Hali modlar ko'p, shunaqa bo'lsa ham kerak endi. Quruvchilik modi ham bo'lsa kerak endi. Va obunachilar, xullas men
Bu sinov va bu uyda o'zim bilmayman. Bu yangicha usul ekan bu uyda qo'yishdi. Mana ajoyib ikkitali blok qilib qo'ydim. Mayli, buni o'chirib tashlayman. Yaxshi obunachilar. Bu muhimi yaxshi bu. Muhimi qo'lyapti. Qo'lmasa nima bo'lardi? Bu mod menga juda ham yaxshi yoqdi. Hamma unaqa ishlayotganmi blokda? 1 2 uy tayyor. Lekin obunachilar. Zavatda ozgina qoldi. Men tezroq mashina olib chiqarishim kerak. Va xo'sh, bu uyga pulni bizash kerak ekan. Qaylar obunachilar, sizga bunaqa modlar kerak bo'lsa, meni kanalimga obuna bo'linglar. Telegram kanaliga yarataman, keyin sizlar tashlab beraman bunaqa chotki modlarni. Hammasiga Google'ga rahmat. Albatta, Gemina nomli ismini yetishgan rahmat. U ham ozgina yordam beradi. Va mendek kattalar o'g'ni sen bo'lar ekan, lekin menga kerak emas. Bim bo'ldi. Hop, bu yerga ham qilish kerakmi? Unga hal qilmagan ekanman-da shunga. Taqa blok qo'ymagan ekanman. Mayli. Bitta joyda bosdim. Boshqa joy ham bo'ladi-da, mana turbacha bo'lib. Juda ham ajoyib bu obunachilar. Albatta eshikcha uchun zarat 10% qoldi. Mana tezroq mana shu uyda qilsam bo'ldi. Men bu sinov uchun shunchaki hozircha qo'yilmadi-yu bu 0 blokka. Mayli, bu xatolik bo'lishi mumkin. Aytdim emas bu. O'rnash mumkin. Ha, yaxshi. Uyda voy, men ahmoq. Uyni boshqasida qo'yish kerak ekan. Xullas, obunachilar, mana shundan keyin zaten aytganimdek ozgina qolgandi. Va men telefonim kirmay qo'ydi bu voltga. Bu dunyo va umuman ishlamay qoldi. Minecraft umuman aqldan qoldi. Ashu miyaga kirmay qo'ydi. O'z chiqib ketyapti havdam ko'rsam. Va men umuman o'rganmadim. Endi bu qismlar endi bo'lmaydi obunachilar. Shunga bu video sifatli qilganim yo'q. Ashuna bo'ldi obunachilar. Endi motiv bo'ldim bunga.